Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda Zuko AI botini AI yordamchi test va savol-javob funksiyasini ishlatib ko'rsatib o'taman. Avvalo botga start bosib olamiz. Ushbu funksiyani ishlatish jarayonida bizga savollar kerak bo'ladi. Uni tayyorlab qo'yganman rasm sifatida. Xo'p, botni funksiyani ishga tushiramiz. Biz bugungi videoda matn orqali savolga javob olamiz. Birinchi savol. Xo'p, sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish o'rtasidagi farq nimada? Savolimizni berdik. Xo'p, AI kutishni so'rayapti bizdan. Sun'iy intellekt kengroq tushuncha bo'lib, mashinaviy o'qitish uning bir qismi hisoblanadi. Okey, yaxshi. Keyingi savol. Keling matematikaga oid savol berib ko'ramiz. Buni ishlay oladimi, yo'qmi? Xo'p, agar avtomobil 80 km, agar avtomobil 80 km/soat tezlikda soat yursa, jami masofa qancha bo'ladi? Savolni berdik, javobini kutamiz. 200 km. Yaxshi javob beryapti. Yana bir savol berib ko'ramiz. Hop, keling 5-savolni berib ko'ramiz. Hop, birinchi funksiyani ishga tushirib olamiz. Endi savol beramiz. Quyosh energiyasi qanday elektr energiyasiga aylantiriladi? Fotoelektrik jarayon orqali. Savollarga yaxshi javob beryapti. Xo'p, bu bizga qaysi payt qulaylik beradi? Deylik, siz qaysidir darsda o'tiribsiz. Shunchaki botga kirib, savolingizni yozib, tezda javob olish imkoniyatiga egasiz. Deylik, ko'chada ketyapsiz, qandaydir savol sizni qiziqtirib qoldi va unga tezkorlik bilan javob olmoqchisiz. Ya'ni siz Google ga kirib, ChatGPT ga yozib yoki ChatGPT ilovasiga kirib, savolingizni yozib, undan javob kelishini kutmaysizda, shunchaki botga kirib, yordamchi funksiyasini ishlatasiz. AI yordamchi funksiyasini ishlatib, savol matn ko'rinishida yozib, unga tezkorlik bilan soniyalar ichida javob olasiz. Ma'lumot uchun aytib o'taman, ushbu AI yordamchi funksiyasi ChatGPT'ning eng oxirgi versiyasidan foydalanadi. Ya'ni eng sifatli javoblarni ushbu bot orqali olishingiz mumkin bo'ladi. AI yordamchi funksiyasini, rasm orqali savollarga AI javobi funksiyasini keyingi videolarda ko'rsatib beraman.